Hammaga salom obunachilar. Bugun men shu o'yinni ikkinchi qismini chiqazyapman. Hozir hammasida zo'r bo'laman. Menda omad kelyapti har kungidek. Har kuni men omad tilayapman o'zimga. Obunachilar, keyin men vagonni sotmoqchiman, faqat u uchun zo'r narsa kerak. Agar bir vagonli bo'lishim kerak uchun, lekin bir vagon nega kerakligini aytsam, chunki unda xohlaganimni qilsam bo'ladi. Wow. Qanaqa keldi? Voy. Hozir men avariya bo'lib qoldim ozgina. Shundami? Shunaqamikan? To'rqa ekan. Hozir men Big Wheel'dan foydalanyapman. Ana hozircha obunachilar zo'rda. Hozir menda mashina yo'qotgan bo'lsa, kimga yo'qotgan bo'lsa shu mashina kommentariyaga yozib qoldiringlar. Benzin tugamaydi, keyingi qismni o'tkaza olmaysizlar. Keyin yangi qism chiqazaman shu o'yinni. Poyezdda o'ta olaman mana shu yerda. Men qanaqadir bitta buni o'yini o'tib, qanaqadir yangi serverga kirib ketibman. Yangiroq bo'lib ketibdi. Tepalar yangi. Ya eskigan bu yer. Bu yerda benzin bo'lmayapti hozir. Wow. Bitta vagon sotib olishga yetarkan unda. Hozir nima qilishni bilmayman. Shu narsa kelaverib nima bor-ey? Hozirda rostdan-da obunachilar. Agarda shuni 3-qismni o'tkaza olmanglar, keyingi qismni o'tkaza olmaslikka xohlasanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir men mana bu motorga o'taman. Yana keyin vagon. Agar yetmasa, men shu yerga boraman-da, ishlatib o'tirmayman. Voy, bu hammasi stakka to'ladi. Hozir men ikkita narsani olaman sotib olib. 1, 3, 2, 1. Hammasi tayyor. Mana endi bu yetarkan. Mana bular kerak, omad bo'lmasa ham baribir. Yana shu AFK ekan. Mana shu AFKni deb hamma narsa bo'laveradi. Голосовой yozgan deydi. Hozir men голосовойni hozir men birlamchi xotirasi to'lib ketgan ekan. Ma'lumotni o'chiramiz, kechni tozaladik. Hozir men boshlayman. Faqat shu safar men hammaga salom, hamma salom. Kimdir gapiryaptimi? Yo'qotdi. Voy. Sizlar uni ko'rdinglar, lekin u boshqa narsa edi. Qani boyagi narsalarim edi. Boyagi narsalar qayerda ekan?
bunaqa bosib chiqaymikan? Yetmay qoldi-yu. Tezlik zo'r. Mana endi vagonni sotishni xohlayman. Faqat u uchun vaqt ketadi. Undan ko'ra mana bunaqa borsak, keyin AFK o'tib ketadi. Buni bosib qo'yamiz, AFK karta yuribdi. O'zi tekin yurib beradi. Benzin tugasa mana buni o'chirib qo'yamiz. Sal yangilanibdi-yu obunachilar. Bugun men bilmayman bu nimaga aylanganini. Hozir men nima qilishni bilmayman. Obunachilar, undan keyin nima qilishni bilmayman. O'rniga nima qilishni o'zim bilaman. Buning uchun vagon uchun ko'proq narsa kerak bo'ladi. Ana AFK bir bola. Endi mashina yurishini qaraydi. Poyezd yurishini qaraydi. O'zim qarab ketsam, ishayib ketaymikan? Zo'r bo'ladi, keyin zo'r. Qiyshayishib uzun qolish kerak. Hech qiyshayishni bilmayman. Sakayishini qaraylar. Yurishini qaraylar. U yog'iga o'tolmadim, Saymon o'tib ketdi u yog'iga. Hozir nima sotish olishni bilmayman. Stak tugabdi. Uning uchun rebet kerak. Rebet uchun bir balolar kerak. Bir balo berishadi menga. Motorga ega bo'lishim kerak uning uchun. Shuncha pulni yuta olmayman. O'rniga 05 yutib olishim kerak. Spin bor ekan. Spinim ochilishi uchun vaqt ketadi hozir. Bu o'yinga like bosardim. Buni bosib ketaman. Tezlikda yursak, tezlikda yaxshi bo'ladi hammasi. Deb aytishgan. Bunaqa bossak, keyin kayf bo'ladi. Bundoq qayrish kerak. Mana bunisi kayf deyiladi. Menga yoqyapti bunisi. Hozir o'tamiz oxirgisi. O'xshamadi-yu. Obunachilar, agar obuna ko'p qo'ysanglar, men ko'p video chiqaraveraman va hammaga xayrlashaman undan keyin. Va hammaga xayr obunachilar, hammaga WhatsApp deyman lekin hammaga xayr obunachilar va hamma ko'rishguncha.